Marziya opa, nimaga ayollar tez asabiylashadi? Asabiylik bu zamonaviy dunyomizning aktual muammosi desak ham bo'ladi. Chunki endi asabiylashishga meditsinskiy tomondan ham, psixologik tomondan ham qarash kerak. Nimagaki, sabablari juda ko'p. Masalan, buyrak suti bezi kasallik, umuman gormonlarning o'ynashi deymiz, keyin qalqonsimon bez kasalliklari, bosh og'rig'i, davleniya chiqishi bilan kechuvchi любой turdagi kasalliklar odamni asabiylashtiradi. Bundan tashqari yana ishidagi problemalar bo'lishi mumkin-da. Norozi, hayotidan, o'zidan norozi holatlar bo'lishi mumkin. Unda ham tinimsiz jahl chiqib asabiylashadi. Hech qachon kimdandir asabiylashganingiz u kimgadir zarar bermaydi, unga foydasi ham yo'q, u bilmaydi ham siz asabiylashayotganingizni. Hamma zarar faqat o'zingizga keladi-da. Hamma qilgan jahlingiz, hamma qilgan norozichiligingiz faqat o'zingizga zarar qiladi. Bular bora-bora to'planib kasallikka olib keladi. Hamma psixosomatik kasallikni ham asl zamiri shundan iborat. Jahl, zajim, siqilish, tanani qisish, tanada qisilgandan keyin stress ta'sirida qon aylanishi buziladi, kerakli organlarga kerakli miqdorda kislorod yetib bormaydi va u yoqda boshqa kasalliklar rivojlanishni boshlaydi. Takror bo'ladigan proseslar og'ir holatlarga, rakkacha olib kelishi mumkin. Doim men patsientlarimga ham aytaman, o'zingni bo'sh qo'y, tinchlan, boriga shukr qil. Nima bo'lsa, hamma narsa yaxshilikka. Ishxonang vaziyatimi, uying holatimi yoqmayaptimi, to'g'rila. Fikringni ayt, ichingdagini gapir, kelishib ol deb maslahat beraman doim. Buni yechimlari ko'p, ayollarga xos yechimlari ham bor alohida. Telegram kanalimizdan buni demak kirib ko'rishingiz mumkin. Juda ko'p ma'lumotlarni, yechimlarni olishingiz mumkin.